Assalomu alaykum. Men Halilov Firdavs, Intellektual biznes patentlash markazi asoschilaridan biriman. Biz ancha yillardan beri tadbirkorlarni brendini himoyalash bilan shug'ullanamiz va mijozlarimizga yana ham qulay sharoit yaratish maqsadida ofisimizni yangilashga qaror qabul qildik. Mana shu binoni olib, ta'mirlash ishlarini boshladik. Biz faoliyat yuritayotgan tashkilot sifatida ta'mirlash ishlarini oylab kuta olmasdik. Shu sabab menga EcoPlate panellari juda ham ma'qul keldi. Estetik ko'rinishga ega, dizaynga mos va eng muhimi tez va oson o'rnatiladi. EcoPlate panellarini xarid qildik, olib kelishdi, o'rnatib berishdi va biz bir necha kun ichida yangi ofisda ish faoliyatimizni boshlashga erishdik. Dizayn va sifatidan shaxsan o'zim juda ham mamnunman. Hozirgi kunda mijozlarimizni qabul qilishni davom ettiryapmiz. Agentligimiz respublikada tadbirkorlarni brendini himoyalash va patentlash bo'yicha eng birinchi patentlash markazi hisoblanadi. Albatta sizga ham mualliflik huquqi, brendingizni himoya qilish, foydali model yoki sanoat namunasini olishda albatta yaqindan yordam beramiz. EcoPlate kompaniyasiga esa mana shunday qulay va sifatli panellar uchun tashakkur.